Hamma yo'q bor ekan usta aka. Ventilyator, traynoy. Ha, Namangan viloyatiga 300 kvadratga ketadigan Zevur milliy ko'mir kotlovimizni yetkazib berdik. Xudo xolasa shu xonadonga bo'lamiz usta aka. Shu xudo xolasa xonadonga uстановка bo'ladi. Atrofi utepленный. 300 kvadratda bemalol stadion kotlovimiz. Usta aka, nechta o'rnatib tashlasiz shunda? Mas mahallaning polni o'rnatibmiz. Mahallaga polni o'rnatdingiz, ha? Shikoyatlar yo'qmi? Yo'q, shikoyat yo'q. Yaxshilayapti. Eshitib, mas qo'shnilar ham o'rnatishdi. Bo'ldi, gap yo'q. Xudo xolasa yo'limiz tushib qoldi. Ata usta akamiz bilan ko'rishib ketyapmiz. Sizgaligini bilmadim lekin. Mana. Shunaqa kotlovlar kerak bo'lsa, yetkazib beramiz. Namangan viloyati. Yana Haqilobodga bitta kotlovimiz bor. Buni ham tushirib olsak, xudo xolasa bo'shaymiz. Ikkinchi kotlovimiz Xolmurod ustaga. Yerda qat'iy kelib oldilar, Shano'ringlar bag'i Haqilobodga ketadi, bag'i Norin kapaga. To'tadirmidi, batti nima edi? Norinmi? Mana ikkinchi kotlovimiz Xolmurodga keldi. 150 kvadratli xonadonga ustanovka qiladi. Usta akamizga bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta dimoxodi bilan zakaz qilgan. Xudo xolasa o'zini nержавейкalik dimoxodlari bilan. Kimga shunaqa kotlovlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Videoga like bosib qo'yasizlar. Qaysi kotlovlar kerak bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz.